Assalomu alaykum. Bugun biz Bo'stonliq tumani Yakkatut qishlog'i 2-ko'prikdan o'tganda Sentralniy mahallada joylashgan dachaga kelganmiz. Sardor akani dachasi. Basen. Bu dachada 4 ta yotoqxona, yozgi basen va to'g'rida sauna joylashgan. Bu dachani asosiy fishkasi mana shu tabiat manzara bo'ladi. Tabiatga manzara bo'ladi. Ko'ringlar. Mazza qiladigan joyi shu. To'g'rida Burchumilloq qishlog'i. Ko'ringlar. Manzarasini dachani. Shu manzaraga qarab dam olasizlar. Shashlik pishiradigani ham shu manzaraga qaratilgan. Oldimizda. Shashliklar ham zo'r pishadi. Chunki odamning kayfiyati zo'r bo'lsa, hamma ishi chiroyli bo'ladi. Tapchanni qaranglar. Bu dacha faqat oilaviy qabul qiladi. Oilaviy ulfatlar qo'yishmaydi, faqat oila qo'yadilar. Narxi iyun oyiga 1,5 million so'm, hozir may oyiga $100. Bu narxlar faqat ish kunlariga. Haqiqatan tabiati juda ham chiroyli. Mana qaysi davlatdan kam mana shu bizning O'zbekistondagi manzaralar, O'zbekistondagi sharoitlar ko'ringlar. Ancha bunaqa manzarada juda ham kam mana shunaqa manzarada joylashgan dachalar. To'g'ri, mana bu suv bo'ylarida juda ham ko'p, lekin bu haqiqatan tepada joylashgan. Hamma yoq ko'rinib turadi. Egalari o'zlari. Nechtagacha qo'yamiz Sardor aka? Oila chaqasi bilan 15 kishigacha qo'yamiz. 15 kishigacha kelib dam olsanglar bo'ladi. Mana oshxonasi. Ikkita qozon qo'yilgan ekan. Gazli ham bor ekan. Oshxonadan to'g'ri tabiatga qaraysizlar. Ko'ringlar. Mazza qiladigan joyi. Hozir sizlar bilan saunasiga boramiz. Gullari ham juda ham ko'p bu dachada. Daraxtlari ham ko'p ekan. Atirgullarni ko'ringlar. Eng yaxshi gul baribir atirgul. Ko'p yillik mehnati kamroq. Giloslari pishib yotibdi. Kelsanglar shu giloslardan yeb mazza qilib dam olasizlar. Saunasiga ketamiz. Dachani umumiy ko'rinishi. Saunadan keyin yotoqxonaga kiramiz. Chirog'ini topa olmadim. Bu ruskiy parilka ekan. Finskiy sauna emas. Finskiy sauna bilan ruskiy sauna anaqa parilkani farqi. Ruskiy anaqa sauna parilkalarda suv qaynaydi. Qaynab chiqishadi. Xonalarga kiramiz hozir. Bu hol ekan, ko'rish, uголок mebel. Televizor qo'yilgan. To'g'rida sanuzel, dush. Bu yerda yotoqxonasi bor ekan. Kattalar yotoqxonasi ham bu yerda. Kichkina yotoqxonasi.
Yana bitta. Bu yoqda yotoqxona joylashgan. Bu yotoqxonada hovliga oyna chiqargan. Hovlining umumiy ko'rinishi